Uyingizga patolog qilyapti, nimalar kerak bo'ladi? Do'stlar, reykasi, tunikadan tashqari miqa shurufi, undan tashqari lesasi hamda ustakalarimiz kerak bo'ladi. Eng qizig'i do'stlar, 10 yildan 20 yilgacha mana shu patologimizga garantiya berish ekan. Bu nima desalar, ya'ni tunikafon bo'ladi. List qalinligiga keladigan bo'lsak, 0.35 listdan boshlab turib 0.4 listgacha qo'yib berish ekan. Lyustramizga ahamiyat bersalar, kosmos fasonda, ya'ni 5 dona ustonovka qilib berishgan. Bir donasining narxi 120 dollardan boshlab turib 250 dollargacha qo'yib berishar ekan. Yonlariga ahamiyat bersalar, MDF hamda Asia Plus mahsulotidan qilib berishar ekan. Bir pagona metri narxiga keladigan bo'lsak, 100 ming so'mdan boshlab turib 120 ming so'mgacha qilib berishar ekan. Ushbu uyimizda 0.35 tunika fonda, ya'ni qalinligidan qilib berishgan bo'lar ekan. 1 kvadrat metrini, ya'ni list rasxotini o'zini narxi 125 ming so'mdan boshlab turib 140 ming so'mgacha qilib berishar ekan. Menga tanlovlari bilan qilib bersalar, do'stlar, 1 pagona metrini o'zi 65 ming so'mdan bo'lar ekan. Bu narxlarda ichida vodiy bo'ylab dastlabki ustanovka, servis, o'lchash, dizaynerlik xizmati mutlaqo bepul. Undan tashqari bu narxlarda ichida do'stlar lesasi, miqa shurufi, tunikasi hamma yo'g'ini ichiga olasiz. Sizdan talab qilinadigan narsa yeb ichish yotog'ini qilib bersalar bo'ldi. Vodiydan tashqari kelishilgan holatda qilib beramiz deyishyapti.